Instagram. Bahora Arslonova farzand kutmoqda. Asal Shodiyeva tug'ilgan kunini nishonladi. Imronning bir rovi qancha? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Jahon va O'zbekiston shou-biznesi vakillarining Instagram sahifasiga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Xonanda Feruza Jumaniyozova anime uslubidagi suratlarini o'z sahifasiga joyladi. 6 aprel sanasida aktrisa Asal Shodiyeva 33 yoshni qarshi oldi. Ushbu kunni Asal oila a'zolari davrasida nishonladi. Aktrisa Indira Miftohova marhum onasi bilan tushgan surati bilan bo'lishdi. Aktrisa Bahora Arslonova yaqin kunlarda 3-bor ona bo'ladi. Aktyor Javohir Zokirov bolaligidagi arxiv surati bilan bo'lishdi. Jurnalist Bekzodbek Abrorov xonanda Imronning O'zbekiston bo'ylab bir rov xizmatlari narxi haqida ma'lumot berdi. Shahzoda kuzatuvchilariga yangi surat bilan ko'rinish berdi. Aktrisa Sitora Farmonova Parij sayohati aks etgan suratlar bilan bo'lishdi. Aktrisa Luiza Rasulova avtomobili bilan fotosessiya tashkillashtirdi. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.